Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sizlardan kim bir yomon munkar ishni ko'rsa, bilsa deyapti. Uni qo'li bilan to'xtatsin. Yomon ish bo'lyapti, munkar ish bo'lyapti. Alloh Qur'onda man qilgan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qaytargan bir yomon ish bo'lyapti. Bildingiz, ko'rdingiz, beparvo bo'lmang deyapti. Qaytaring deyapti. Qo'lingiz bilan qaytaring, to'xtating deyapti payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi deyaptilar. Agar qo'lingiz bilan to'xtata olmasangiz, ya'ni quvvatingiz uni to'xtatishga qo'lingiz yetmasa, hech bo'lmasa tilingiz bilan uni bu qilayotgan ishi noto'g'ri ekanligini ayting deyapti. Yetkazing deyapti. Qo'lingiz bilan to'xtata olmasangiz, o'sha tilingiz bilan uni to'xtata oladigan insonlarga yetkazing, xabarini bering deyapti. Toki o'sha Alloh man qilgan, dinimizda harom qilingan ish to'xtatsin. Qo'lingiz bilan to'xtat, hech bo'lmasa tilingiz bilan to'xtating. Nasihat qiling. Bo'lmasa o'sha to'xtata oladigan insonlarga yetkazing. Ota-onasiga bordir yo boshqa o'zini to'xtata oladigan soha vakillari bordir, yetkazing deyapti. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi va zalika ad'aful iman. Rawahu Imom Muslim. Agar shuni ham qila olmasangiz deyaptilar. Qo'lingiz bilan ham, tilingiz bilan ham shu munkar ishga to'xtatishga zaiflik qilayotgan bo'lsangiz, shuni ham qila olmasangiz, hech bo'lmasa qalbingiz bilan uni qaytaring deyapti. Ya'ni unga rozi bo'lmang qalbingiz bilan deyapti. Lekin bu iymoningiz zaifligi deyaptilar. Iymoningiz zaifligidan shu deyaptilar. Agar iymoningiz quvvatli bo'lganda, hech bo'lmasa qo'lingiz bilan qaytara olmasangiz ham tilingiz bilan uni qaytarardingiz yoki ana shu ishga to'sqinlik qilardingiz. Bu sotqinlikka kirmaydi. Bu dinimizning talabi bu. Bunga beparvolik o'zi sotqinlik bo'ladi, xiyonat bo'ladi. Men o'g'lim emas-ku, birovning o'g'li-ku deb ana shunga beparvo bo'lishlik bu o'zi xiyonat. Alloh man qilgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytargan gunoh ishga beparvolik, loqaydlik ana shu xiyonat, ana shu sotqinlik. Kimga? Yurtga, kelajakka, yoshlarga ertaga bugun sizni men o'g'lim emas-ku, meni yaqinim emas-ku deb beparvolikka ertaga sizni o'g'lingiz ham keladi. Shuning uchun mana bunday illatlarga, giyohvandlikni har qanday ko'rinishlariga birgalikda kurashish, demak, har bir mu'min musulmon insonning burchi, vazifasi. Alloh taoloning amri, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ko'rsatmalari. Haqiqiy mu'min, haqiqiy ummat bunaqangi yomon ishlarga doim qarshi kurashadi, bunga toqat qilmaydi.